xalqimizning buyuk allomalari, ular asarlari, yurtdur donalari, so'z mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiy. Har bir satri hikmat manonun tilimizga bergan bebaho g'urur, gazollari qalbga malham bo'lib, asrlardan asrlarga yetib kelur. İki alloma, ikki buyuk chiroq, xalqimizga yo'l ko'rsatar hamisha porloq. İki alloma, ikki buyuk chiroq, xalqimizga yo'l ko'rsatar hamisha porloq.